Bugun 50 kilo go'sht bilan 32 ta qazi yeb beraman. Bu bola bir kun yorilib bo'ladi, точно. O, bugun masligi jaydari bo'lgan joyini ko'rsataman. Ketdi. Bu joyga bir marta kelgan odam yana qayta kelgisi kelaverar ekan. Haqiqiy jaydarli va qulayli birlashgan joy. Yerda hamma ovqatni o'tinda pishirishar ekan. Go'shtdan tortib somsa, dachi choy ham samovarda damlanadi. Toza havo, har xil o'tovli, alohida xonalar va eng qizig'i bolalar o'yingohi. O'tovlida cho'pli polda ham bor. Ovqatlardan qo'y go'shtiga bo'lgan mastava, haqiqiy so'qo somsalari, so'qo shashlilar va albatta mashhur Parkent shilpildog'i. Shilpildoq ko'rinishlari zo'r. Qazilarning qalinligini qaranglar, go'shtlari ham ilidek bo'lib ketgan. Kaboblari bo'lsa alohida mavzu. Tavsiya qilaman. Eng qizig'i narxlari ham qimmat emas. Bilasizlar, men diyetadaman. Shuning uchun xamirni dodamga berib, o'zim qazin orasiga zelin solib bitta urib olaman. Mazasi mazza. Shu boladan ovqatni yedik. Shirinligini hammasi yeb qo'yibdi. Ozgina qoldi, biz ham mazza qilib yedik. Lekin zakonni bo'libdi. Ovqatlari zo'rligini klientlik ko'pligidan ham bilishingiz mumkin. Adres Parkent, Bo'ston qishlog'i, asl 5 barmoq. Videoni sizni shu joyga olib kelish kerak bo'lgan odamlarga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.